Suv hayot manbai. Suv osti olami nafaqat go'zal, balki haqiqiy dahshatli tush ham bo'lishi mumkin. Lekin shu suvning ichida insonni bir necha daqiqada o'ldira oladigan mavjudotlar ham yashaydi. Bugun sizlar bilan yer yuzidagi suvda yashaydigan eng xavfli 10 ta mavjudotni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ro'yxat oxiridagi mavjudotlar haqiqatan ham dahshatli. 10-o'rin Murena. Asosan murenalar tropik va subtropik dengizlarda yashaydigan, tana tuzilishi ilonga o'xshash yirtqich baliqlar oilasiga kiradi. Ular 30 cm dan 4 metrgacha bo'lgan o'lchamda bo'lib, tangachasiz, yopishqoq teri va o'tkir tishlar bilan ajralib turadi. Murenalar kunduzi qoyalar va marjonlar orasida yashirinib, tunda ov qiladi. Murenalar odamlar uchun xavfli bo'lishi mumkin, ammo odatda tahdid sezmasa hujum qilmaydi. O'z hududini qattiq himoya qiladi. Yirtqich asosan baliq va qisqichbaqasmonlar bilan oziqlanadi. Odatda uyatchan, lekin o'z hududini himoya qilganda juda agressiv bo'lishi mumkin. Uning tishi va tanasidagi shilliq qavati zaharli bo'lishi mumkin. Murenalar 2 qavatli jag'ga ega. Tishlaganda jag'lari qulf bo'lib qoladi va o'ljasini qo'yib yubormaydi. Ularning tishlari bakteriyalarga boy. Shuning uchun ham jarohat ko'p hollarda yallig'lanib ketadi. 9-o'rin Barrakuda. Barrakudalar skumbrasmonlar turkumiga kiruvchi yirtqich dengiz baliqlari oilasi a'zosidir. Ular uzun, naysimon tana va kuchli jag'larga ega bo'lib, asosan tropik va subtropik suvlarda yashaydi. Baliqning uzunligi 1,5-2 metrgacha, vazni esa 50 kilogrammgacha yetishi mumkin. Tezkor hujum qilish qobiliyatiga ega va kichik baliqlar bilan oziqlanadi. Barrakudalar asosan pistirmada turib, o'ljaga katta tezlik bilan hujum qiladi. Ushbu baliq dengizlarning yuqori qatlamlarida ko'pincha marjon riflari yaqinida uchraydi. Yirik turlari odamlar uchun xavfli bo'lishi mumkin, chunki ular porloq narsalarni o'lja deb o'ylashadi. Barrakudalar yolg'iz yoki kichik guruhlarda ov qiladi va dengiz ekotizmida muhim o'rin tutadi. Barrakudalar juda tajovuzkor va tezkor, hattoki soatiga 45 km/soatgacha yetishi mumkin. Tashqi ko'rinishi esa torpedoga o'xshaydi. 8-o'rin Konus shilliq qurti. Konus shilliq qurtlari tropik va subtropik dengizlarda yashaydigan, chig'anog'i konus shaklidagi o'ta zaharli yirtqich mollyuskalardir. Ular o'ljasini baliq, chuvalchang va boshqa mollyuskalarning o'tkir tishchasi va kuchli toksinlar yordamida falajlab ovlaydi. Zahar tarkibi murakkab bo'lib, inson uchun o'ta xavfli, hatto o'limga olib kelishi ham mumkin. Chiroyli chig'anog'iga qarab, uni zararsiz deb o'ylash xato. Uning ichida zaharli tishi, ya'ni nayzasi bor. Konuslar sigaret shilliq qurti deb ham ataladi. Sababi, chunki uning zahari tushgach, o'lim kelguncha faqat bitta sigaret chekishga ulgurishingiz mumkin. Hech bo'lmasa sigaret chekishga ulgurib qolar ekansiz. 7-o'rin Piranya. Dunyoda 50 ga yaqin turli xil piranyalar mavjud va ularning barchasi faqat Amerikaning Amazonka va Orinoco daryolari havzasida yashovchi 25-60 cm uzunlikdagi yirtqich chuchuk suv baliqlari hisoblanadi. Ular juda o'tkir tishlari, gala bo'lib ov qilishi va o'ta ochofatligi bilan mashhur bo'lib, 50 kilogrammgacha bo'lgan hayvonni bir necha daqiqada yeyishi mumkin. Piranyalar asosan boshqa baliqlar va hayvonlar bilan oziqlanadi. Odamlar uchun ham xavfli hisoblanadi. Agar ularning ichiga tushib ketsangiz sizni mo'jiza qutqara oladi. Ularning xavfliligi shundaki, ular to'da bo'lib hujum qilishadi. Piranyalar qon hidini juda uzoq masofadan sezishadi. Piranyalar qo'rquvdan hushidan ketishlari mumkin. Akvariumda yashovchi piranya esa uyi yonida keskin qarsak chalinsa ham hushidan ketib qolishi mumkin. 6-o'rin Elektr ilon baliq. Elektr ilon baliq uzunligi 1 metrgacha yetadigan G'arbiy Afrika suvlari va Nil daryosida yashovchi chuchuk suv balig'idir. Uning ko'rinishi ola-bula tusda. Tana shakli ilonsimon, mo'ylovlari 3 juft, orqa suzguchi bo'lmaydi. Uning tana massasining 25% ni tashkil etuvchi maxsus organlari 380 voltgacha kuchlanishni elektr razryadlarini hosil qila oladi. Bu esa boshqa turdagi elektrli skatlardan ancha kuchliroq degani. Bu baliqlar o'zidan elektr toklari chiqarish orqali o'ljasini tutishi va himoyalanishdan foydalanishadi. Elektr zarbasi yurak to'xtashiga yoki insonni hushidan ketkazib, suvga cho'kib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Xullas, bu baliqni ko'rganda menga tegma, men esa senga indamay o'tib keta qolgan ma'qul.
Ha do'stlar, ro'yxatimizning 5-o'rniga ham yetib keldik. Ko'cha-kuyda u yoq bu yoqlarga yoshligimizda tosh otib yurganmiz-ku, lekin baliq tosh haqida eshitganmisiz? Baliq tosh dunyodagi eng zaharli baliq bo'lib, asosan Hind okeani va Tinch okeanlarining marjon riflarida yashaydi. U tosh va o'simliklar orasida mukammal niqoblanib, dushmaniga 13 ta tikaniga orqali o'ta kuchli va o'limli zahar yuboradi. Ular asosan harakatsiz bo'lib, o'ljasini kutib yashaydi. Dunyodagi eng zaharli baliqlardan biri desak ham adashmagan bo'lamiz. Baliqning tashqi ko'rinishi oddiy toshga o'xshagani uchun uni suvni tubida payqash qiyin. Ustiga bosib olgan odam chidab bo'lmas og'riqdan hushini yo'qotadi va davolanmasa o'lim xavfi juda yuqori. Oyoq ostiga qarab yur deb bejizga aytishmaydi-ku. Ehtiyot bo'lgan ma'qul. 4-o'rin ko'k halqali 8 oyoq. Bu 8 oyoq dunyodagi eng zaharli dengiz jonzotlaridan biri bo'lib, o'lchami kichik bo'lsa-da, taxminan olmadek o'ta xavfli hisoblanadi. Ular xavf sezganda tanasida yorqin ko'k rangli halqalarni porlatib, ogohlantiradi va o'z vaqtida qochib qolmasangiz bormi? Ahvolingiz tang bo'lib qolishi hech gap emas. Ularning zahari odamni daqiqalar ichida o'ldirishi mumkin va hozirgi kunda bunga qarshi zardob yo'q. Katta bo'lmagan 8 oyoq shakli golf koptogi o'lchamida bo'ladi. Kichik bo'lishiga qaramay, o'ta xavfli. Undan chiqadigan tetradaksin moddasi asab tizimini falaj qiladi. Eng yomoni u tishlaganda og'riq deyarli sezilmaydi, lekin bir necha daqiqadan so'ng nafas olish to'xtaydi. Ha do'stlar, ro'yxatimizni 3-o'rniga ham yetib keldik. 3-o'rinda taroqli timsoh. Taroqli timsoh dunyodagi eng katta zamonaviy sudralib yuruvchi va qirg'oq yirtqichi bo'lib, uzunligi 7 metrgacha, vazni 2 tonnagacha yetishi mumkin bo'lgan sayyoradagi eng katta sudralib yuruvchidir. Timsohlar asosan Janubiy Sharqiy Osiyo va Shimoliy Avstraliyadagi mangrov botqoqlari va daryo chetlarida yashaydi. Sho'r suvga chidamliligi bilan ajralib turadigan bu tur odamlar uchun o'ta xavfli hisoblanadi. Uning jag'lari tishlash kuchi bo'yicha dunyodagi 1-o'rinda turadi. Insonni bir tishlashda mayib qiladi yoki suv ostiga olib tushadi. O'lim aylanishi usuli bilan parchalaydi. Timsohlarni voyaga yetganlari yirik hayvonlarni, yoshlari esa mayda jonzotlarni ovlaydi. Shuningdek, katta mushuklarga ham hujum qilishi ko'p bora kuzatilgan. Urg'ochilari qirg'oqqa 20 tadan 100 tagacha tuxum qo'yadi va nasli to'g'risida g'amxo'rlik qiladi. Hozirgi kunda bu qimmatbaho terisi ko'plab ovlanishi natijasida bularning soni kamayib ketgan va xalqaro qizil kitobga kiritilgan. O'lim aylanishi usulidan tatbiq ko'rishni istamasangiz, undan nariroq yurganingiz ma'qul. Ikkinchi o'rin katta oq akula. Oq akulalar barcha okeanlarning qirg'oq suvlarida yashovchi eng yirik yirtqich tog'ayli baliqlardan biri. Uning uzunligi 6 metr, vazni 2 tonnadan ortishi mumkin. Akulalar 70 yilgacha umr ko'radi va o'ta katta tezlikda suzadi. Urg'ochlar erkaklarga qaraganda kattaroq, o'rtacha uzunligi 4.6 4.9 metrni tashkil etadi. Erkaklar 26 yoshda, urg'ochlar esa 33 yoshda nasl berishga tayyor bo'ladi. Ular asosan dengiz suv temizuvchilari bilan oziqlanadi va murakkab ov qilish usullariga ega. Akulalar okeanning eng yirik yirtqich baliqlardan biri hisoblanadi. Bu maxluqlar 300 dan ortiq o'tkir tishlari bo'lib, u o'ljasini tez tariqasida tishlab ko'radi. Ammo uning birgina tishlashi ham inson uchun halokatli bo'lishi mumkin. Odatda akulalar pastdan yuqoriga qarab yashin tezligida hujum qiladi. Katta oq akulalar okean ekotizmida oziq-ovqat zanjirining yuqori qismida turadi. Ha, barchamiz akulalar haqida juda ko'p kinolar ko'rganmiz, lekin ular hayotda kinodagidan ham ancha xavfli va qo'rqinchliroqdir. Ha, ro'yxatimizni ham 1-o'rniga keldik. Bu dengiz arisi. Dengiz arisi o'zi nima? Dengiz arisi bu meduzalarning o'ta zaharli turi bo'lib, uning tanasi kub shaklida bo'lgani uchun kubomeduza deb ham ataladi. Ular asosan tropik va iliq dengizlarda yashovchi kub shaklidagi gumbazga va uzun, o'ta zaharli paypaslagichlarga ega bo'lgan xavfli meduza turidir. Ular faol suzuvchi va yirtqich bo'lib, 24 tagacha ko'zga ega. Ularning zahari odam uchun 4-5 daqiqada o'limga olib kelishi mumkin. Inson bir necha daqiqa ichida shok holatiga tushishi va yuragi to'xtashi hech gap emas. Bu esa ularni dunyodagi eng zaharli mavjudotlardan biriga aylantiradi. Ularning odatda o'ta kuchli zahar ishlab chiqaradi va tropik suvlarda yashab, baliqlar bilan oziqlanadi. Dunyodagi eng zaharli jonzot desak ham adashmagan bo'lamiz. Uning paypaslagichlarida millionlab zaharli hujayralar bor. Ushbu meduzalar asosan Avstraliya, Okeaniya va Hind-Tinch okeani mintaqasining iliq qirg'oq suvlarida uchraydi. Bu meduzalar boshqa meduzalardan
farqli o'laroq, ularda yaxshi rivojlangan ko'zlar va asab tizimi bor. Bu esa ularga faol ov qilish imkonini beradi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, Kubo meduzalardan yiliga bir necha bor odamlar ularning zahridan vafot etishadi. Ba'zi hollarda ular akulalardan ham ko'proq o'limga sababchi bo'lishadi. Meduzalarning eng xavfli turi dengiz aris bo'lib, uning gumbazi basketbol to'pi kattaligida bo'lishi mumkin. Xullas, meduzani ko'rdingmi? Qoch do'stim. Demak, suv osti dunyosi juda chiroyli ko'rinsa ham, uning ichida inson uchun eng xavfli mavjudotlar yashaydi. Siz eng qo'rqinchli mavjudot qaysi deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing. Ball Times bilan dunyoni o'rganing.